Chorsudagi chiroyli kvartiramiz endilikda sotuvga qo'yildi. Hozir sizga uyimizni to'liq obzor qilib beraman. G'ishko'prikda joylashgan soyi bo'yidagi ushbu Novostroyedagi kvartiramiz sobiq dasturxon oshxonasining shundoqqina tepasida joylashgan. 5 qavatli dom 3-qavatda joylashgan kvartiramizga alohida domofonlarni hamda ikkitadan eshiklarni o'rnatib qo'yishgan ekan. Eshikdan kirganimizdayoq alohida kiyim ilgichlarimiz, oyoq kiyim kiyish uchun mo'ljallangan podstavkamiz va mana shunaqangi chiroyli ko'rinishdagi prixoshka mebelimizni joylashtirib ketishgan. Uyimiz 120 kvadrat metr maydonni o'z ichiga oladi, tayyor hamma narsasi bilan birga sotuvga qo'yilgan. Bu esa uyimizni kattalar uchun mo'ljallangan yotoqxonasi. Ta'mir holatlariga bitta like bosib qo'yasiz. Juda ham chiroyli ta'mirlashgan va jihozlari ham tayyor holatda. Mana shu qismimizning o'zida hamma jihozlar emas, mana bu tomonimizda alohida shkaf qildirib qo'yishgan, grill konteynerlar o'rnatilgan hamda mo'jazgina ofis xonasini ham joylashtirib ketishibdi. Alohida ofis bilan ishlaydigan insonlar uchun zo'r variant. Uyingizni o'zida ham o'zingizga alohida ofisingiz bo'ladi qoladi. Demak, navbatdagi ko'radigan xonamiz bu uyimizning oshxonasi. Uyimiz skvazdan ikki tomonga oynaga qaragan, Ayiko chiroyli mebellarni o'rnatib qo'yishgan. Bu tomonimizda begovoy daroshkasi, kotelimiz o'rnatilgan bo'lsa, undan tashqari hamma xonaga to'liqligicha radiatorlar qo'yilgan. Tupli pol bo'lgan joylarimiz esa koridor hamda sanozillar. Hammasi kitobiy sifatli materialda ishlatilgan ekan. Bu yerda ham televizor, xolodilnik, mikroto'lqinli pech, gaz plita, umuman olganda hamma narsasini o'z o'rnida qoldirib ketishar ekan. Uyimizni ta'mirlarini ko'rib turibsiz, o'zlari uchun materialni umuman ayab o'tirishmagan. Navbatdagi ko'radigan qismimiz bu uyimizning umumiy sanozili. Remontlari ham juda ham chiroyli qilib qo'yilgan. Uyimizni har tomonlarini to'liqligicha utuplit qilib qo'yishgan ekan. Bu yerda esa bolalar uchun mo'ljallangan xonamizni planirovka qilishgan, o'zingiz yoqtirgan mebellarni o'rnatib olsangiz bo'ldi. Bolalar xonasining ro'parasida esa ikkinchi sanozilimiz, ya'ni hojatxonamizni joylashtirib ketishgan. Alohida yana bitta daroshkalari ham bor ekan. Endi keyingi so'nggi ko'radigan xonamiz bu kattakon ikkita xonaning razmeridagi mehmonxona hisoblanadi. Mehmonxonamizda alohida divanning zonasi juda ham sifatli ekan. Menimcha sarkor mebeldan olishgan bo'lsa kerak. Sifatini ko'rib turibsiz. Bu tomonimizda jurnalning qismi, TV zonasi va alohida stol-stulli qismi ham joylashtirilgan. Bu yerda ham konseynerlar o'rnatilgan, hamma xonaga televizorlarni ham o'rnatib qo'yishgan ekan. Kvartiramizda kommunal tarmoqdan gaz, suv, svet, kanalizatsiya umuman muammo yo'q. Hujjatlar ham 100% joyida. Notariusga borib, uyingizni nomingizga o'tkazib olaverasiz. Narxiga keladigan bo'lsak, $94 ming barakasiga ozgina o'tadigan joyi bor. Pastdagilar telefon nomerini qoldirganman, bog'lanib ushbu kvartirani sotib olishingiz mumkin.